Yana mahalliy xabarlarga qaytamiz. Jamiyat taraqqiyoti va eng oliy ne'mat osoyishtalik kushandasi shubhasiz diniy ekstremizm va terrorizmdir. Insoniyat kelajagiga xavf soladigan, tamaddunga tahdid qiladigan bu kabi illatlarga bir so'z bilan aytganda, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish barchamizning vazifamizdir. Joylarda ayni shior asosida turli targ'ibot tadbirlari tashkil etilmoqda. Hozir shu haqida. Jizzax viloyat o'simliklar karantini va himoyasi agentligi boshqarmasida tashkil etilgan targ'ibot tadbirda imom xatiblar, nuroniylar jamoatchilik kengashi a'zolari, buvijonlar maktabi faollari hamda boshqarma xodimlari ishtirok etishdi. Tadbir avvalida mas'ullarning mavzuga oid ma'ruzalari tinglandi. Unda asosiy e'tibor diniy va dunyoviy bilimning uyg'unligi, din niqobi ostidagi buzg'unchi harakatlarga murosasiz munosabatni shakllantirishga qaratildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonuni mazmun mohiyati, ekstremistik oqimlar domiga tushgan fuqarolarga nisbatan jinoyat va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarda belgilangan normalar haqida to'liq ma'lumot berildi. Jaholat va bilimsizlik, tushunmaslik, haqiqatni anglamaslik. Jaholat bor joyda haqiqat bo'lmaydi, targ'ibot bo'lmaydi, hamjihatlik bo'lmaydi. Bugun biz jaholatga qarshi ma'rifat mavzusida targ'ibot tadbirini uyushtirdik. Maqsad yoshlarni ma'rifatga o'rgatish, ularning aqlini, ilmini, kitobxonligini yanada dunyo qarashini shakllantirish, vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashdan iboratdir. Tadbir doirasida din niqobi ostidagi buzg'unchi oqimlar domiga tushib, o'zi va yaqinlarining hayotini xatarga qo'ygan, tinchlik, osoyishtalik qadrini bilmay, jang maydonlariga otlangan, natijada afsus-nadomat bilan ko'z yosh to'kayotgan insonlarning achchiq qismatidan hikoya qiluvchi videorolik ham namoyish etildi. Bu esa targ'ibot tadbiri ishtirokchilarini ogohlik va hushyorlikka chorlashi shubhasiz.